Lekin do'stlar, mana yangi bitta Nexia 1.miz kelib qolibdi. Svejisidan arzonroq variant. Agar videoni oxirigacha ko'rsanglar, narx-navosini aytib o'tamiz. Egasi pul juda zarur ekan, shuncha arzonroq beraveryapti. Nexia holati juda sveji turibdi, anchagina. Balonchalar normalniy, hammasi o'rta qo'l turibdi. Balon chichasi. Kraskasining holati 100% kraska sepilgan deyapti egasi, lekin yaxshi turibdi. Sostenasi mashinani. Ancha zazorlar qochmagan, hech qanaqa eshiklar hammasi zo'r. Maytfon galonkalar qo'yilgan ekan. Yaxshi maytfon galonkalar bu. Mashinacha holatniki ancha zo'r. Sonus motorcha 2005-yil ekan. Do'stlar, Sonus motorcha ekan. Motor holati juda yaxshi, a'lo holatda. Yog' yemaydi motor. Metallari bor ekan. Metan 100 talik mi? 100 talik metanchasi bu. Dokumenti вообще muammosi yo'q, a? Muammosi yo'q mashina dokumentga. Egasi pul zarurligi uchun kelishtirib beraveraman deyapti. Bagaj ochib yuboring bitta. Udar yemagana hech qayerdan. Faqat bunday kras sepilgan, o'z-o'zi uchun sepilgan-da, to'g'rimi? Mashina holat, bagaj holatlari вообще turib zo'r turibdi. Suyak butun mashincha ekan, hech qayerda udari yo'q. Atsiklar butun. Narxi 2800 deyapsizmi? 2600 kelishtirib bering, kelishtirib. Do'stlar, mana 2,5 beraman. Men nomimdan kelishtirib beraverasiz. Mana mashinchani turishi. Tayoq yemagan, ezilmagan mashina. Kimga kerak bo'lsa, mana egasi nomerini aytib o'tamiz. Nomeringiz nechi? 99lik 729 91 43. Mana shu nomerga aloqa chiqaverasizlar. $2,5 ming beraveradi.